men bilaman, siz xohlayotganingiz shu. Ya'ni bunda o'zbek avtomobillari qatnashgan o'yin. Ya'ni o'zbek mashinalar, hamma mashina o'zbekga qatnashgan. Bitta o'z xohlagan raqamni ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda kamerasi bor. Aqaba qaradi, mashinalarni ko'rsatadi. Keyin lampasi ham. Ve ishlab turibdi, farlari ham hammasi joyida. Ve opsiyaga bossangiz mana shu joy chiqadi. Bitta xohlaganlarni xohlasangiz bo'laveradi. Bitta endi rangini aytyapti. Menimcha bitta drift deyapti. Kustomizni bossalaring mana shu oyna ochiladi. Bitta ranglari deyapti. Bittadan tanladim. Colors deyapti, ya'ni ranglarda endi bitta xohlagan nima deydi? Raqamlarini ham qo'ysalaring bo'lar edi. Men topfolay. Damas avtomobili o'sha Damaslarga legenda. O'tgan vasoslar Damas degan joyga bitta bosib, masalan, qaysi mashina ko'k Jiguli tanladim men. Spawnda bosasizlar yonidagini va gazni bosib ketyapsizlar. Shunday. Endi biz shu Jigulidan olamiz Ladaga. Lada 2107 sonlisiga va spawnda bosamiz. Menga Lada deydi kulmayapti meni. Sizga bilmadim. Buni klaviaturada ham o'ynasa bo'ladimi masalan, ya'ni telefonda klaviatura yo'lab olib o'ynasa ham bo'ladimi masalan. Bo'lmaydi. Agar ekstremga kalni tortib so'ng chaqsalaring bo'lishi mumkin. Captiva tanlab spawnda bosamiz va Captiva. Shu videoni Telegram kanalimga tashlab beraman. Telegram kanalim video tagida opsiyoniyada bo'ladi. Ushbu montajga opsiyoniyadan kirasizlar. Kirganlaringdan keyin xuddi shu nima chiqadi, xuddi shu o'sha aytgan kanalim chiqadi. Keyin u kanaldan mana shu o'yinda yuklab olsalaring bo'ladi. Keyin bu o'yinda umuman bot, ya'ni boshqa mashina yo'q, avtomobil bo'lmaydi. Siradan tashqari hech narsa bo'lmaydi. Mana joylar bo'ladi, lekin boshqacha avtomobil, shunga o'xshash narsalar bo'lmaydi. Suvga tusholmaysizlar, chunki meni bor. Shunday, boshqa joylarda ham xuddi shunday bo'ladi. Testdan boshqa yo'llardan ham bo'laveradi. Tanladim. Ya'ni poyga sifat bo'ldi. Ya'ni tez bo'lib ketdi. Endi umuman men vashida ashuni qilyapman. Joystick shunaqalardan ham boshqalarga olsangizlar qiyin bo'ladi. Mana bitta ularni qanday
deydi. Ular xohlaganlaringdek qo'slang bo'lar ekan. Bo'ldi, endi bo'lsa close. Bitta qana bo'lib endi. Bo'ldi. Hadi. Bu yo'q. Ya'ni yo'q qo'ysalar bo'ladi. Ana stiling shunga offline. Endi aqabaqa qilganlaringda o'lib yuradi. Ben sizda dunyo yaxshi ekan, do'stlar. Doim yong'in bilmadim. Shunday keyin ilovaga kirishda men sizlarga o'rgataman hozir. Ilova shu tarzda ochiladi va mana shu tarzda qo'yiladi. Xuddi shunday bo'ladi. Bu yerda magnit turganda sizlar qatib qoldi deb o'ylamanglar, chunki qatimaydi. Shu tarzda ochilib o'ynay olasizlar. Bitta qatganini to'g'ri, agar telefonlaringiz o'chib qolayotgan bo'lsa 2-3 martalab tegib tashlaysizlar yo 1 martalab tegib tashlaysizlar. Hech narsa qilmaydi. Faqatgina ilovaga nima deydi, sal ko'p vaqt oladi. 2 minut ham olishi mumkin. Agar iPhone bo'lsa, telefon, smartfonlaring tez kiradi iPhone'ga, chunki iPhone nima deydi, tezda iPhone'da bitta ovozli xabarda yoki bitta narsani Samsung yoki boshqa telefon bilan iPhone'ni solishtirib ko'ringlar, ochishini. iPhone tez ochadi. Kamida opsiyasi bo'ladi. Albatta o'tib, kirib, o'ynashlaring mumkin. Oradan 7 minut o'tdi. Bilib turibman, haligacha like obuna bosmagansiz. Agar bosganlar bo'lsa, uzun bosib qo'yinglar shu obuna like'ni. Ayamanglar. Bitta Bax 056 degan kanalim bor edi. U shu kanal mana o'chib ketdi. Ya'ni u akkauntim yo'llanuvdi. Akkauntim o'chib ketdi. Akkaunt u ham YouTube kanalim o'chib ketdi. Hozir yangi akkaunt ochib shu kanalda nima deydi? Faoliyat olib boryapman. Agar o'sha kanalimga kirmoqchi bo'lsalaring, u ham opsiyada bo'ladi. Ya'ni Bax 056 degan kanal. Yoki bo'lsam videoni tagiga qo'yib beraman. Xohlasalaring opsiyaga kirmay qo'yasizlar. Degan kanalga albatta o'sha nima deydi? O'sha orqali kirasizlar. O'yin ochilib ham oldi. Bunga menimcha 5 minut vaqt oldi. Yana bilmadim men. Videoni pauza qilib qo'ydim. Endi ajitcha tugagan pauza qilib qo'ydim. Endi bitta xohlagan mashinalar, ya'ni tanlayman. Birini ham tanlasalaring bo'ladi. Men Damas tanlayman. Damas. Spamni bosaman. Va Damas mana. Damas paydo bo'ldi. Bitta endi mashina Damasni bor tezligi bilan haydaymiz va bitta tomozni bosadi. O'g'it juda ketmadi.
Telefonimiz ham yaxshi ishlamaydi. Ishlamay qoldi. Ko'rlaymi? Yaxshi ishlamay qoldi tomon. To'xta endi. Yaxshi ishlamay qolyapti. Juda yaxshi ishlamayapti. Lekin xuddi saqlayapmiz. Mashina uchib ketyapti. O'ti ko'pikdan o'tgan. Bitta qayerdaligimni bilmadim. Men Toshkentdaman. Ko'pik ham o'tagan. Imini tayrab olgan, imini tayrab olgan. Yo'l. Sen tagida. Ne oldu benim? Açıklayacak. Başlarına arka bölümünü yazılardım. Yazını basıp ben tutacaktım. Tutun çıkacaktı. Oraya çıkacaktım. Şimdi Jinte'de kaydediyoruz mu? Katta bollarda Jinte asayım. Jinte'den nasıl kaydediyorlar? Jinte bu. Jinte roundga Jintasidan roundga endi o'zi biz orqaga qaytamiz mashinani va yana xuddi o'shadan Lixian Li9'dan mı olgan? Li9 mana. Ko'p turganlaringda qara mana Li9 mana Li9. Bor ekanmi ham? Uyda salonlar. Shu Li9ni ham haydashlaring mumkin. Sizlar qilmaysizlar, yo'q deyishim men nohaqman. Unaqa desam ikkita damoz bor. Og'az ko'taradi o'ylab. Og'olni ko'tarishga aytdi. Yana xollagan joylangan boy buzalarni muryapti. Bilmayman, Toshkent yoki Samarqandda yo'llar. Kim bilsa kommentga yozib qoldirsin. Toshkentmi, Samarqandmi, qat bo'lsa ashuni aytyapsizlar. Nima Li9 emas. Lasetti ham mintalayim bo'ladi. Lasetti. Lasetti ham. Do'stlar, Lasetti. Shu Lasettimi do'stlar? Shu Lasettimi shu? Shu Lasettimi shu? Do'stlar, shu Lasettimi? Shu ham Lasetti bo'pti-yu. O'yin ishlab chiqarganlar. Oho. Juda ham ajoyib ekan. O'yin ishlab Lasetti mashinasi ham bitta bu mashina bo'ladi. Hadi qizil bo'ladimi, kuchli bo'ladimi deyildim. Yo'q. Tilo va qo'ygan. Yana o'sha joydan endi Captiva 5 ta taniymiz. Captiva 5. Ajoyib. Va Captiva 5'dan keyin qaysi mashina? Monza. Shu ham Monza bo'ldi. Fashmi do'stlar? O'tasi oq, unaqa bo'ladimi, ko'k bo'ladimi? Oho. Laset nima? Monza o'chirib-ku do'stlar. Endi qaysi mashina? Masalan, men kulyapman o'zim. Nexia 2ni haydab ko'raman.
Nexia 2 yaxshi joyida. Devoni kompaniyasidan ekan. Hak 373 ekan meni mashinam nomeri. Sizlarga necha bo'ladi? Men bilmayman. Sizlarga menimcha shunday bo'ladi. Agarda sizlarga olib qo'yinglar. Sizlarga yoqsa, oradan 15 ming tutdim. Ve bitta ko'k Jigulida ham xarid. Men bu o'yinga qiziqib ketyapman, do'stlar. Damas qayla, Damas. BMW qaylama, BMW M3 GT ekan. BMW qayla mana. O'sha men aytgan BMW. Ishonmaganlar o'zi xarid ko'rdim. Manda do'stlarim, o'zlaring xarid ko'rishlaring bemalol mumkin. Men ishonmasang, qaysi endi? Nexia ham Lacetti ham bo'ldi. Damas tanlab ko'ramiz. Boshida Lavada bo'ladi. Lada degan mashinada. Boshida 2107 raqamli. Hamma mashinada raqami bir xil bo'ladi. Ya'ni nima deydi? 373 bo'lyapti menda. Men bu o'yinga to'g'ri 10 dan 10 beraman. Chunki joylari ham ajoyib. Mashinaga bo'lsa Damasga kelsa gap yo'q. Lacettiga kelsa ham gap yo'q. Muzeyga kelsa ham gap yo'q. Jintani bilmadim. Bunaqa videoni shu joyga ko'ringlar. Bitta like, obuna kutib qolaman. Do'stlaringga ham jo'natib qo'yinglar. Va albatta videoni shu joyga ko'rganlarga rahmat demoqchiman. Chin dildan rahmat deyman. Va sizlar bilan har doimgidek zuz bo'ldi.